Barcha sohalarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ya'ni malakali kadrlarni tayyorlash, ularni ishga qabul qilish bo'yicha chora-tadbirlar Qo'riqlash bosh boshqarmasida ham shiddat bilan olib borilmoqda. Bu yo'nalishda turli istiqbolli dasturlar ishlab chiqilib, bugungi kunda ular zamon talablari asosida amalga oshirilmoqda va bu qisqa fursatlarda o'z natijalarini ko'rsatmoqda. Assalomu alaykum. Efirda Qo'riqlash kecha va bugun dasturi. Milliy gvardiya saflariga ishga qabul qilish to'g'risida suhbatlashish uchun studiyamizga Qo'riqlash bosh boshqarmasi boshqarma boshlig'i polkovnik Ergashev Bahrom akani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Bahrom aka, studiyamizga xush kelibsiz. Va alaykum Nargizaxon. Suhbatga taklif etganingiz uchun kattakon rahmat. Tabiiyki Milliy gvardiya tizimlariga ishga kiraman degan nomzodlarimiz juda ko'p. Bugun ishga kirish masalasida sizning savollaringizga batafsil javob beraman. Bahrom aka, ijtimoiy tarmoqlarimizda fuqarolarimizdan kelgan asosiy savollardan berib o'taman. Eng ko'p uchraydigan savollardan biri bu ishga kirish tartibi to'g'risida. Kimlar va qay tartibda ishga qabul qilinadi? Shu to'g'risida ma'lumot berib o'tsangiz. Milliy gvardiya tizimlariga ishga qabul qilish tartibi Vazirlar Mahkamasining 750 sonli qarori bilan tartibga solingan. Bunda biz birinchi galda idoraviy jihatdan tegishli bo'lmagan soqchilik va qorovullik bo'linmalariga ishga qabul qilamiz. Nomzodlarimizga qo'yilgan talablar ularni yoshi 25 yoshgacha bo'lishi kerak. Shuningdek, erkaklar uchun bo'y 1.78, ayollar uchun 1.70 qilib belgilangan. Nomzodlarni ishga qabul qilish 3 bosqichda amalga oshiriladi. Bu dastlabki o'rganish, yakka tartibli suhbat hamda jismoniy tayyorgarlik sinovlari. Shahodatlangan tartibli xizmatga qabul qilish tartibi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yildagi 5089 sonli qarori bilan tartibga solingan. Bunda nomzodlarimiz yoshlari 30 yoshdan oshmagan bo'lishi kerak. Bo'y ko'rsatkichlari erkaklar uchun 1.78, ayollar uchun 1.70 qilib belgilangan. Nomzodlar to'rt bosqichda saralanadi. Dastlabki o'rganish, yakka tartibdagi suhbat, jismoniy tayyorgarlik sinovlari hamda psixologik test sinovlaridan iborat. Bundan tashqari bo'sh ofitserlik lavozimlarini jamlashda O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetining bitiruvchilari to'g'ridan-to'g'ri xizmatga qabul qilinadi. Bahrom aka, shu o'rinda bir savol tug'iladi. Ofitserlar tarkibiga faqatgina Jamoat xavfsizligi universiteti bitiruvchilari qabul qilinadimi? Ofitserlar tarkibiga faqatgina Jamoat xavfsizligi universiteti bitiruvchilari emas, bizda to'g'ridan-to'g'ri tor ixtisoslik bo'yicha fuqarolikdan qabul qilish tartibi mavjud. Tor ixtisoslikka axborot texnologiyalari institutini tamomlaganlar, yuridik ma'lumotga ega bo'lganlar hamda psixolog mutaxassislarimiz ofitserlik lavozimlariga imtiyozli ravishda xizmatga qabul qilinadi. Bahrom aka, Milliy gvardiya juda katta tizim. Ta'kidlaganingizdek, ishga qabul qilishda nomzodlar ham shunga yarasha ko'p. Ammo bir illat bor, bu korrupsiya. Ishga kirishda shaffoflik ta'minlanganmi? Korrupsiya holatlarini oldini olishda qanday chora-tadbirlar amalga oshirilgan? Shu to'g'risida ma'lumot berib o'tsangiz. Korrupsiya holatlarini oldini olish tizimi yaratilgan. Hozirgi kunda nomzodlarimizni ro'yxatga olish tartibi elektron tartibga o'tkazilgan. Bundan tashqari raqamli qo'riqlash 2026 strategiya ishlab chiqilgan. Strategiya talablariga ko'ra ishga qabul qilish to'liq raqamlashtiriladi va unda inson omili minimallashtiriladi. Shuningdek, Milliy gvardiya tizimlariga ishga kirish istagini bildirgan nomzodlar hamda ularning ota-onalari bilan korrupsion holatlarning oldini olishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Shu o'rinda fuqarolarimizdan moddiy manfaat evaziga ishga kiritib qo'yish taklifi bo'lganda Qo'riqlash bosh boshqarmasining ishonch telefoniga yoki shaxsiy xavfsizlik bo'limlariga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Demak, globallashgan zamonda salohiyatli, bilimli, vatanparvar kadrlarni yetishtirish har qachongidan dolzarb masalaga aylangan. Bugungi qo'riqlash tizimining takomillashida ham yuksak malakali kadrlar muhim o'rin tutadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bahrom aka, ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdormiz. Aziz obunachilar, efirda Qo'riqlash kecha va bugun dasturi bo'ldi. Keyingi dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling. Ichki ishlar bojxona, milliy gvardiya va harbiy sohaga oid yangiliklar, ishga tanlov haqida ma'lumotlar Qasamyod.uz Telegram kanalimizga joylab boriladi.